Boshingiz og'riyapti, darhol shoshilyapsiz-da, bosh og'riq dori ichyapsiz. To'xtangchi, balkim bu xatodir. Men kardiolog shifokorman. Bir kunda menga bir necha bemorlar aynan shu bosh og'rig'i haqida shikoyat qilishadi. Ularni qon bosimlarini o'lchab ko'rganimda 170-180 chiqadi va ana shunday vaziyatlarda nima qilasiz deb so'rasam, bosh og'rig'iga kupen, trimol, paracetamol, analgin kabi dorilarni ichishayotgan bo'ladi. Bosh og'riq dorilari qon bosimini tushirmaydi, uni sababini davolamaydi. Faqatgina uni alomatlarini shundoqqina yashirib qo'yadi. Xalqimizda bir naql bor. Kasallikni yashirsang, isitmasi oshkor qiladi. Natijada nima bo'ladi? Qon bosimi davolanmagandan keyin infarkt, insult, yurak yetishmovchiligi, bosh miya qon aylanishini o'tkir buzilishi kabi holatlar, ya'ni asoratlar rivojlanish ehtimolligi ortib boradi. Endi to'g'ri yo'l qanday? Qon bosimini o'lchash, shifokorga murojaat qilish va qon bosim tushiruvchi dorilarni o'z vaqtida qabul qilish. Esdan chiqarmang, bosh og'rig'i baland qon bosimi haqida ogohlantiruvchi signal bo'lishi mumkin. Bosh og'rig'ini qoldiruvchi dorilar esa qon bosimini, ya'ni sababni davolamaydi. Salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.